bir jup shirin so'z aytmog'ing ham baxt erur, dilozorni shaxtidan kechmog'ing ham baxt erur. Har tong tursang uyg'onib, quyosh tushsa yuzingga, bir kaft suvni bemalol yutmog'ing ham baxt erur. Boylik topsang behisob, davlat topsang behisob, bir irmog'in nochorga ochmog'ing ham baxt erur. Assalomu alaykum. Bugun baxtli davrada didorlashib turgan, niyatlari ulug', qadamlari qutlug', qadrdonlar, aziz davra ishtirokchilari, hurmatli shahrimizda, yurtimizda duogo'y bo'lib turgan mo'ysafid otaxonlarimiz, aziz ulamo ustozlar. Bugungi go'zal bir shodiyona, go'zal bir davra, avvalambor mana shu tashrifimiz sababchilari, mana ishtirok etayotgan jajji bolajonlarimizni quvonchiga sabab bo'lishni maqsad qilganmiz va xayri ihsonlari bilan shunday bir tadbirni tashkil qilgan barcha saxovatpesha ko'ngilli yurtdoshlarimizga albatta ihsonlar dargohida qabul bo'lsin deb qolamiz. Nozu ne'matlar sizlar uchun tortiq etilgan. Bugun mazza qilib dam olamiz. Beg'uborlarcha bir chiroyli kayfiyatda mana shu davrada xursandchilik bilan birgalikda bugungi kunni qarshi olamiz. Avvalambor hozir biz ijozat bersanglar, tantanamizni chiroyli bir kirish qismida shunchalik bir chiroyli tadbirni tashkilotchilarini yonida kamarbasta duogo'y bo'lib turgan ustozimiz Ma'rufjon Rajabboyev domlamizga so'z beramiz. Marhamat ustoz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz. Assalomu alaykum aziz ustozlarimiz, viloyatlardan kelgan ustozlarimiz, barcha mehmonlarimiz va hamda bizni asosiy bu xursandchiligimizni sababchisi jajji go'dak, bizni inshaalloh qiyomatda jannatga kalit bo'ladigan bolalarimiz. Barchalaringizga alhamdulillah tashakkur aytamiz. Bizni mana shunaqa bir xursandchilik kunda yolg'iz qoldirmasdan, xursandchiligimizga sherik bo'lib, bu ziyofatimizga tashrif buyurdingiz. Alloh barchalaringizdan rozi bo'lsin. Mana bu ziyofatlardan birgalikda tanovul qilib, qo'limizdan kelgancha asosiy maqsadimiz mana shu go'daklarimizni xursand qilishlik, bularni ko'nglini olishlik. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning hadis shariflari bor ekan, jannatda nomi xursandchilik deb nomlangan bir diyor bo'lar ekan. Unga faqat ana shu go'daklarini xursand qilgan kishilargina kirar ekan. Ilohim Robbimdan so'raymiz, barchalarimizni ana shu go'daklarni xursand qilib, ko'nglini olib, ayniqsa u go'daklar yana jannatni kaliti bo'lsa-chi, payg'ambar alayhisalomni qasrlarini yonidagi qasrlarni kaliti bo'lsa-chi, bu juda inshaalloh Robbimni bizlarga bergan katta in'omi, lutfu, marhamati bo'ladi. Marhamat qilib dasturxonlarga qarab ziyofatni davom ettiramiz. Marhamat qilamiz. Assalomu alaykum. Har bir dardu g'amlarga tabib, bir inson bor bo'lmaydi topib. Bugun unga muhtojmiz bizlar. U Muhammad Allohga habib. Holimizni ko'rsalar edi, oramizda yursalar edi. Chora topilar har dardga shaksiz. Rasululloh bo'lsalar edi, holimizni ko'rsalar edi, oramizda yursalar edi. Chora topilar har dardga shaksiz. Rasululloh bo'lsalar edi.
ummatingizdan durud salovat Muhammad. Yo Habibim, yo Muhammad, yo Rasulim, yo Muhammad. Sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad. Durud salovat muhabbat, durud salovat. Xo'p, endi she'rlarni yodlaganlar bor, menimcha tayyorgarlik ko'rganlar ham bormi? Mana shu bayramda o'sha an'anamiz bor. Har gal bayramda bolajonlar tomonidan chiroyli bir ajoyib she'rlar ijro etiladi, to'g'rimi? Xo'p. Yo'lga yozilgan narvon, undan o'tar uy karvon. Bu nima? Kim biladi? Bolajonlar, qani diqqat. Yo'lga solingan narvon, undan o'tar uy karvon. Topishmoq. Kim biladi? Tezroq, tezroq, tezroq. Nima? Poyez. Barakallah. Bitta qasriga bo'lsin. Ismingiz nima? Ilhomjon. Ilhomjon. Yoshingiz nechida? 9da. 9 yoshsiz. Nechinchi sinf? 3. 3-sinf. Barakallah. Katta yigit bo'ling. Ilohim mana shu jamiyatimizga, xalqimizga, kamida shu saxovat beshi, qo'li ochiq, kamtarin akalaringizga o'xshagan bir komil inson bo'lishingizni niyat qilib qolamiz. Barakallah. Xo'p, kim she'rlarni tayyorladi? Tezroq men yonimga kelsin, marhamat. Qani? Ishtirokchilarimiz, bolajonlarimiz ozgina faollashamiz. Tezroq, 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 tezroq. Marhamat. Qani, keling. Barakallah. Xush kelibsiz. Rahmat. Rayhona. Saxovat uydagi saxovatchilar yetim resin miskinlarga berishar yordam, hattoki saxovat uylarin qurib Alloh roziligi uchun hadiya qilishar. Bormi, yog' bormi, oqqan novotlar tashlab ketishadi sahiy insonlar. Tunni tun demay, kunni kun demay bu yerda ishlashan necha insonlar. Shu ishga bosh bo'lgan ma'rifjon damla urmingiz doimo ziyoda bo'lsin. Allohim sizlarni u dunyoda boshlaringizga tojlar kiydirsin. Barakallah. Rahmat, yig'lamang. Hali albatta hammasi yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling. Siz faqat mana shu akalarni, ustozlarni duo qilib tursangiz bo'ldi. Kelishdingmi? Ha. Bayram yoqyaptimi? Ha. Faol ishtirok etasiz. Kelishdingmi? Ha. Sizdan o'zingiz qalamingizga mansub bu she'r. Ha. Yana zo'r she'rlarni kutib qolamiz. Qasriginglar bo'lsin. Rahmat. Qani, joylashib olishingiz mumkin. Marhamat. Sizga aytar bor so'zim, sizga ilindim rosta, qolib ketmang ey do'stim saxovat karvonidan. 132 uy yaqinda qilamiz to'y, bizlar bo'ling ajramang saxovat karvonidan. Barakallah. Barakallah. Rahmat. Ismingiz nima? Fatima. Fotimaxon. Rahmat. Bular Zuhraxonmi? Ha. Ha, barakallah. Egzi singillarimiz. Keling Zuhraxon. Manzil uzoq bilasiz, yolg'iz qanday yurasiz, ters tushmasin yo'lingiz saxovat karvonidan. Yetimlarga vatan bu, bevalarga maskan bu, qolib ketmang siz do'stim saxovat karvonidan. Barakallah. Qani bizni she'r aytayotganlar o'tirib olish yo'q, kelib turasizlar. Sizlarga ajratilgan sovg'alarimiz ham bor. Qani kelinglar yaqinroq. Keling singlim. Ijobat qilar Alloh, kim so'rasa yurini mahsharda berar panoh, kim sevsa rasulini yetim boshni silaydi, himmat qilib tinmaydi, yordamga doim shaydir, kim sevsa rasulini salovat bor tilida, zikr qilar dilida, yurar haqning yo'lida, kim sevsa rasulini mo'min befarq bilolmas, ochni o'ylab uxlolmas, uysizga qurar uylar, kim sevsa rasulini menga nima demaydi, zarra malol kelmaydi, yetimlarni o'ylaydi, kim sevsa rasulini bevaga qilar yordam, nochorga bo'lib malham, topmagay ranju alam, kim sevsa rasulini jannat eshik ochadi, kavsar suvin ichadi, rasulini quchadi, kim sevsa rasulini ikki dunyo saodat topsin qablar halovat, keling mana saxovat, kim sevsa rasulini. Najot Allohdandir, bizlar xizmatkor,
saxovatning to'rida barchaga joy bor. Farq etmas kimdir u yetim yo muhtoj, Alloh nazar solgan saxovatdir bu. Boshpanasiz qoldirmas inson zotini, qornini och qoldirmas, to'ydirar uni, liboslarni kiydirar faqat zo'rini. Alloh nazar solgan saxovatdir bu. Jannatdagi qasrlar qurildi bizga, yashanglar deb berishdi hammamizga. Tashakkur aytamiz akalar sizga, Alloh nazar solgan saxovatdir bu. Rasulullohning merosini davom ettirgan, yetim va muhtojlarning duosini olgan. Duo qilamiz biz ham siz haqingizda, Alloh nazar solgan saxovatdir bu. Mana shu jannatdagi qasrlardagi xonadonlarga qilgan mehnatlaringni, xizmatlaringni, ehsonlaringni qiyomat kuni boshingizga soyabon bo'lsa. Ilohimni ergi dunyoda qo'lingizda jannatlarga yetaklab kirib ketishmanga nasib qilsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Tashakkur. Endi sizlarga ajratilgan sovg'alarimiz bor. Marhamat, sovg'alarimizni shu bilimdon aziz bolajonlarimizga taqdim etishinglar mumkin. Qani mana sizlarga, mana ana qasiginglar bo'lsin. Bolajonlar, bayram muborak bo'lsin sizlarga. Qadrli mehmonlar, barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Mana taom bilan tanovul qilib oldik. Endi yana bir bor so'z navbatini ustozimiz Ma'rufxon Rajabboyev domlaga beramiz. Marhamat, ustoz. Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz. Bu ziyofatimiz so'ngida aziz bolajonlarimizga yigitlarimiz ozgina sovg'a uyushtirishgan ekan. O'shani taqdimot qilamiz. Sovg'alarimiz qani? Alloh rozi bo'lsin. Aysha firmasining sochiqlari. Bolajonlarimizga shokolad. Bir ajoyib bu sovg'amiz ichida ta'rifga hozir til bilan ifodalash sal qiyin bo'lgan bir sovg'amiz bor ekan. Buni agar ruxsat bersanglar, bir kichkina rolik tayyorlab qo'yganmiz. U sovg'amizni ana shu rolik orqali taqdim qilsak, qanaqa sovg'a ekanligini shundan bilib olsak. Qani rolikni taqdim qilamiz. Namanganda ilmli, e'tiqodli, buyuk xalq yashaydi. Hayot o'zgardi. Biz 5 yillik namanganliklar emasmiz. Odamlarda talabi yuqori. Odamlar uyg'ondi. Odamlar kechagi odamlar emas, odamlar qissa bo'lar ekan-ku degan bir umid bilan, ishonch bilan yashayapti. Yuksalishda qissa bo'lar ekan mana shuncha odamlar. O'zimiz faqat o'zimiz qilishimiz kerak, o'zimizni kuchimizga ishonishimiz kerak. O'zimizni Namanganimizni xalqi bilan birga qilishimiz kerak.
saxovatda bugun to'ylar muborak, hammamiz mamnun, uylar muborak. Ortda qoldi qish, maysa urdinish, endi yo'q tashvish, uylar muborak. Otasiz qolgan, ko'zin yosh olgan farzandlari uchun uylar muborak. Onalar mamnun, bo'lmang hech mahzun, bu sizlar uchun uylar muborak. Tinim bilmagan, uxlab to'ymagan akajonlarim uylar muborak. Duolar qilgan, ham zardan kechgan bu singiljon uylar muborak. Saxovat uchun joni fidolar, moli fidolar, jannatga yo'lak uylar muborak. Saxovatda bugun to'ylar muborak, hammamiz mamnun, uylar muborak. Ustoz bo'ling sog'. Bu jannatiy bog'. Qo'llasin Alloh. Uylar muborak azizlar. Bayram muborak bo'lsin, qarsakiylar. Ustozlarimizga bir erkalik qilamiz, iltimos qilsak, sahnaga chiqishsa, bu ilk 4 ta xonadonimizni kalitni tabarrukona topshirib berishsa, keyin qolganlariga o'zimiz inshaalloh yordamlashaveramiz. Ustozimiz Umarxon hoji domlamizlar, Solixon domlamizlar, Abror Ali Muxtor domlamizlar. Marhamat. Kelinglar, marhamat. Endi yana bitta kichkina iltimosimiz, 24 ta oila ishtirok etishyapti. Bular xabaringlar bor. O'zingizlar mana xabardor bo'lib turgansizlar. Kimlarnidir uyida o'sha ko'p bolajonlarimiz maktab alishtirib, hattoki shundan charchagan, shundan zerikkan bolajonlarimiz ham borda. Qancha bir chiroyli bir ko'ngilli insonlar tomonidan shunday bir uylar qurildi. Ustoz, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Maşallah. O'ziga hamd va sanolar bo'lsin. Bu hozir video rolikdagi narsani bu mukofotda ko'rib, bolajonlarni 1-2 soatdan birga quvonchini ko'rib, maşallah. Yillar davomida nochorlikdan, bemorlikdan, muhtojlikdan qator yosh oqqan ko'zlardan bugungi kunda 1 yildan bir desak ham bo'ladi, sevinch yoshi oqyapti. Ana shu sevinch yoshini oqitishga shu xalqimizda saxovatpeshi zotlar sabab bo'lishdi. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh bu bugungi sovg'ani taqdim qilgan paytimizda bu xonadonga kirganda beixtiyor joy namozga borib subhana robbiyal a'lo deyishligi aniq inshaalloh bularni. Bu ishlarimiz 1 yil oldin bormidi? Bo'larkan-ku. Bu ish prezidentimizning siyosatlarini haqiqiy zamonga bilan hamnafas bo'lish bu. Haqiqiy yurtboshimizning siyosatlarini qo'llab-quvvatlash bu. Aytayaptilar-ku, qarsak bilan xalqni rozi qilib bo'lmaydi deyaptilar. Alloh rozi bo'lsin, barakotli umr bersin yurtboshimizga. Alloh muborak qilsin. Buni adadi ko'paysin. Boshqa butun viloyatlarda ham hammaga inshaalloh bizni Namangan namuna deb o'ylayman. Alhamdulillah siz bilan bizga mana shundoq sifatlarga Xudo ega qildi. Bunga sababchi bo'lgan bu domlamiz, boshchilik qilgan. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Martabalar bundan ham ulug' bo'lsin. Mana shunga mutasaddi bo'lgan, bunga qo'lidan kelganicha buni hujjat masalalarida ham bunga xayroxoh bo'lib bunga xizmat qilganlarni ana shularni sha'nilarga bo'ladi bu. Maqtovlar ham, tashakkur ham, savoblar ham inshaalloh. Alloh bizni xayri ishlarimizni ilohim ko'paytirsin. Muborak bo'lsin.
alloh taolo bu solih amallarni alloh muboraklik qilib qabul qilsin va bu xonadon egalari bo'lgan bu bolajonlarimizga va ularning oilalariga alloh taolo baxt iqbol berib umrlarini oxirida o'sha yerda allohga shukrona bilan baxt faroman bilan yashab alloh taolo umr o'tkazishlarini nasib qilsin va bu saxovat peshalari kishilarimizga yana bunday kelajakdagi maqsadlari va ishlarini alloh doim rivojini berib alloh muboraklik qilsin. Ustoz Abror Muxtor Aliga so'z beriladi, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu ala rasulillah. Va ba'd. Assalomu alaykum. Qadrdon birodarlar, bugun beva bechoralarning duolari, ularni Allohga bo'lgan iltijolari sababli biz bu savobga dohil bo'ldik. Bizni qo'limizda bu ishni qilishlik imkoniyati yo'q edi. Bular duolari sababli Alloh taolo o'zi suygan bandalarini bu ishlarga moyil qilib qo'ydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam yer yuzida ojiz insonlar bor, g'arib insonlar bor, beva bechoralar bor. Ular sababli sizlar rizqlanasizlar degandilar. Balki shu joyda ko'zi mungli bo'lib turgan, yetimlikni boshiga olib turgan, shularni duosi bilan bu sharafli bir ishga ummat erishib turibdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlari yetim edilar. Bir zotning yetimligi boshqa butun ummatning, butun qiyomatgacha keladigan insoniyatning sharafiga sabab bo'ldi. Mana bu ishga kim hissa qo'shgan bo'lsa, Allohga hamd aytaylik. Alloh suygan bandalardan ekansiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarida aytdilarki, agar yaxshilik qilganingda xursand bo'lsang, yomonlik qilib qo'yganingda yuraging siqilsa, xursand bo'lsan, mu'min ekansan dedilar. Alloh subhanahu va taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, uni iymonlilar safiga qo'shib qo'yadi. Bir bandani yaxshi ko'rsa, uni yaxshi narsani ko'radigan qilib qo'yadi. Haq subhanahu va taoloning bu imtihonida Alloh bizni o'zini suygan bandalaridan qilishini nasib qilsin. Yetimlarning yo'lida xizmat qiladiganlardan qilib qo'ysin. Saxovatni juda yaxshi bilamiz. Saxovat ertalab soat 8 dan kechqurun 6 gacha ishlaydigan bir jamoa emas. Saxovat 24 soat ishlaydigan jamoa. Soat kechqurun 2 da telefon qiladi domlamiz, falonchi falon joyda ish bor desa, talamosh bo'lib bu ishni qo'llariga olishadi. Uyqu bilmaydi bu xalq. Bu millatning bu qahramonlariga Allohning salomi bo'lsin. Yangi uylar muborak bo'lsin. Yangi ajrlar muborak bo'lsin. Endi ijozatinglar bilan jannatdagi qasrlar deb nomlangan Saxovat City uylarini 24 tasini o'z egalariga taqdim etish marosimini boshlaymiz azizlar. Mamnuniyat bilan ustoz Umarxon domladan iltimos qilgan bo'lardik. Yaratgandan shunday bir o'zimiz uyimiz bo'lsa deb umid qilib, iltijo qilib duo qilgan aziz hurmatli ishtirokchilarimizdan biri Mo'minova Saidaxon opamizni davramizga taklif etamiz. Ustoz Umarxon domla birinchi xonadon kalitini topshirib berishingizni iltimos qilamiz. Marhamat. Qarsanglar bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Shuncha mehnatlarimiz charchog'ini chiqaramiz azizlar. Qarsaginglar. Bayram muborak bo'lsin. Mana endi o'zingizlarning uyingizlar bor. Chiroyli qarsaginglar. Albatta, navbatdagi xonadonimizni egalarini e'lon qilamiz. Buni topshirib berishni Saloxon ustoz domlamizdan iltimos qilgan bo'lardik. Demak, Najmuddinova Gavharxon opamiz 3-oila kaliti. Marhamat, 3-xonadonni qabul qilib olasizlar. Guldiroz qarsaginglar. Marhamat, ustoz Saloxon domla 3-xonadon kalitini Najmuddinova Gavharxon opani oilalari uchun inom etsalar. Keling. Opajon, bir daqiqa shoshmay turing.
Qani qutichamizni ochib kalitni ham bir ko'rsatib oling mana. Sizlarning kalitinglar muborak bo'lsin. Qasiginglar azizlar. Qasinglar. Bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ldi. Qarqu uyiga chiqmaydi, bo'shatib qo'yin edi. Biz ham boshqa maktabda ko'chib yurmaymiz o'zimizni. Maktabimiz bo'ladi. Hukumatlarga qoriya bo'ladi. Biz ham o'shada yashaymiz. Bu sevinch ko'z yoshlari, quvonchlarga biz ham sherikmiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Davom etamiz. Ustoz Abror Muxtor Ali domlamizdan iltimos qilgan bo'lardik. 13-xonadon egalarini e'lon qilaman. Rafiq va Gulmiraxon opaning oilalarini taklif etamiz. Qasiginglar, Rafiq va Gulmiraxon opa, marhamat. 13-xonadon. Ustoz Abror Muxtor Ali domlamiz topshirib beradilar, marhamat. Qarshi bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Mayli, endi qisqa hayajon. Ko'ngilli saxovat besh insonlarimizni jam qilib, shunchalik bir xayrli ishlarda bosh bo'lgan ustozimiz Ma'rufxon domladan iltimos qilgan bo'lardik. Ustozimiz demak 7-xonadon kalitini Ergasheva Ma'sumaxon opa uchun taqdim etib bersalar. Marhamat, Ergasheva Ma'sumaxon opa 7-oila kaliti. Ustoz Ma'rufxon domla topshirib beradilar. Muborak bo'lsin. Orzular ushalgan kun. Ustoz sizga ham kuch-quvvat tilaymiz. Qabul qilinglar. Qasiginglar. Bayram muazzam. Rahmat qilmaylik. Xursandmisiz? Katta bo'lib, bizdan shunaqa ihson qiladiganlar. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Ana endi Ayibxon G'aybullayevga alohida murojaat qilamiz. 2-xonadon kalitini Mamadali va Saidaxon opamizning xonadonlari uchun topshirib berishlarini iltimos qilamiz. Marhamat. Muborak bo'lsin. Mamadali va Saidaxon opamizning xonadonlari. Endi o'z uyinglar bor. Bayram muborak bo'lsin. Mana shu yo'lda Kamarbastda qalqon yelkama-yelka turgan saxovatli, ko'ngilli hamyurtlarimizga ham barakot tilaymiz. Qasiginglar. Yig'lamang. Katta rahmat sizlarga. O'zingiz bo'lishni orzu qilarmidingiz? Ha, orzu qilardim. Rahmat, bayram muborak. Mana endi o'zingizlarning uyingizlar bor, xonadoningizlar bor, yaqin qo'shnilaringizlar bor. Mazza qilib istiqomat qilishinglar mumkin. Buning uchun o'sha ibodatlarda va shu ko'ngilli insonlarni eslab tursanglar bo'ldi, duolarda kelishdikmi? Bayram muborak bo'lsin. Marhamat, o'z bayram dasturxoningizlarga joylashib olishinglar mumkin. Endi Saxovat Namangan xayriya fondi direktori Abdurahim akamizni taklif etamiz va albatta navbatdagi xonadon kalitini borib o'tirishgan joylariga bemalol yetkazib berishingizni iltimos qilamiz. Marhamat, Abdurahim aka. Hamma shu larga shu yangi uylar muborak bo'lsin. Shu uylarda yaxshi, baxtli hayot kechirishsin. Qolgan uylarni ham shundan singari xursandchilik bilan bitkazib olishimizni Alloh nasib qilsin. Akmaljon aka, hisobchimiz, buxgalterimiz Akmaljon akani ham alohida navbatdagi xonadon egalarini topshirib berishlarini iltimos qilgan bo'lardik. Marhamat, shu marhamat, hayajonli daqiqalar davom etmoqda.
Akmaljon aka iltimos qilgan bo'lardik. Shu navbatdagi xonadonimizni o'z egasiga yetkazib bersangiz. Sirojiddin akamizni ham taklif etamiz ko'ngilli ishtirokchilarimizdan. Muhammadxon akamiz, Mutallixon aka, Xayrullohxon aka marhamat uylarini egalariga topshirishda birgalikda davom etamiz. Aka marhamat uy egalariga albatta xonadon yetkazishga yo'ldalar. Xayrullohxon akamizni ham taklif etgan edik. Xayrullohxon aka, kelinglar marhamat. Endi juda katta mehnat bo'ldi. Ko'rib turibmiz. Marhamat. Hormay Xayrullohxon aka, mana orzular ushalgan kun. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar, mehmonlar hammani. Mana bugun ajoyib bir yaxshi tadbirlar o'tyapti. Hammaniga uylar muborak bo'lsin deyman. Assalomu alaykum hurmatli hamshahorlarimiz. Alhamdulillah behisob shukr shunaqa kunlarga yetkazdi. Davom etamiz. Umarxon akamizni, Rasuljon aka, Abdullahxon do'stimiz va Fazliddin akalarimizni ham taklif etamiz. Ular ham shu uy egalarini muborakbod etishda xonadon kalitlarini topshirib berishlarini iltimos qilgan bo'lardik. Umarxon aka, Rasuljon aka, Abdullahxon va albatta Fazliddin akalarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi quvonchni qalbga sig'dirish juda qiyin. Hozir qattiq hayajondaman. Gap topishga ham, nima deb gapirishga ham hayronman. Bu albatta ustozlarimizni bizga ko'mak bo'lib turishganligi, ularni qilib turgan duolari sharofati bilan Alloh taoloning izni bilan mana o'sha uylarni qurib bitkizib, inshaalloh mana egalariga yetkazyapmiz. Uylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan aziz yurtdoshlar. Bugun tarixga muhrlanadigan kun. Juda ham hayajondamiz. Avvalambor bu Allohning fazli shu kunga yetkazganiga o'ziga shukr bo'lsin, alhamdulillah deymiz. Bu lahzani qanchadan beri kutamiz. Bizga bosh-qosh bo'lib turgan Umarxon domla hafizahulloh, Ma'rufxon domlaga rahmat aytamiz. Biz ustimizda bosh-qosh bo'lib, bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, bizga maslahat berib turishganlar uchun Alloh ulardan rozi bo'lsin. Umrlariga baraka bersin. Endi bu 132 ta uy qurilishda biz oddiy xizmatchimiz xolos. Buni orqasida aziz xalqimiz turibdi. Bu uylar inshaalloh barchamizniki. Shu xalqimizni duo qilib turgan evaziga bo'ldi. Hamma xalqimizni ehson qilib turgan uyda, xonadonlarda duo qilib turgan otaxon, onaxonlarni hammalariga ham muborak bo'lsin. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Allohning izni bilan mana bugun 24 ta xonadonni topshirish marosimida turibmiz. Alloh bu ishlarimizni alad davom qilsin. Bu ishda xizmat qilishdan charchamaylik. Xonadon sohiblariga hammaniga xonadonlar muborak bo'lsin. Navbatdagi hurmatli ko'ngilli ishtirokchilarimizdan Ma'rufxon akamizni, Murodjon aka, Boburjon aka va Dilshodbek akalarimizni taklif etsa, marhamat. Ma'rufjon aka, Murodjon aka, Boburjon aka va Dilshodbek akalarimiz davramizga marhamat qilsanglar. Sa'y harakatda kamarbasi turgan aziz insonlarimiz, bayram muborak bo'lsin sizlarga ham. Kelinglar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Hammani xush kelibsizlar. Hamma bu xonadon egalariga xonadonlar muboraklik bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin hammadan xizmat qilganlar. Marhamat. Yangi uylar muborak bo'lsin azizlar. Ma'rufxon aka, Murodjon aka, Boburjon aka va Dilshodbek akalarimiz xonadon kalitlarini topshirib berasizlar. Navbatdagi sa'y harakatdagi erkakdoshlarimiz Muhammadxon aka, Nurmanjon akamizni, Abdumalik, Anasxon va Bahodir akalarimizni taklif etamiz. Bayram muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Juda ham hayajonli fursatlar.
Bora bo'lsin. Allah razı olsun. Birine men olsun, menga murodini yetina. İşonchimizni hamisha oqlar bu Parvardigor ibodatda bo'lar. Qori akalarimiz ham Alloh umr jonlariga baraka bersin. Allohu akbar. Yangi uylar muborak bo'lsin onajon. Allohim bu inalarimizni doim Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin, dillaridagi niyatlarini bersin. Hech qachon g'amlikni, tashvishni ko'rishmasin. Bizga mana bugun juda ham tantanali kunda xursand qilishdi. Alloh ularni doimo xursand qilib yursin. Nabira ebirlarning baxtiga doimo sog' bo'lishsin. Parvardigorim, bugungi tantanamiz juda ham olamshumul, saxovat, jannat kechasi deb aytdim. Shu kalitni menga berishganiga Allohim o'ziga hamd sanolar bo'lsin. Bizga yordam qilishga hamma inilarimizga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Hech qachon kam bo'lishmasin. Uylar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz sizlarni ham. Shu yerda kamarbasta o'tirgan aziz do'stlarimiz, birodarlarimizni ulashgan ehsonlar haq hurmatiga chiroyli bir duo fotihalar qilinadi. Undan so'ng esa hayajonli daqiqalarni davom ettiramiz. Uy egalarini eson-omon uylariga, manziliga olib borib, yangi uy bilan tanishtirish fursati bo'ladi. Marhamat. Parvardigor bugunlik quvonchli kunni Alloh muborak qilsin. Mana bu xonadon sohibasini ilohim bir huzur bilan bir baxtli hayot kechirishlik baxtiga Xudo muyassar qilsin. Muborak bo'lsin xonadonlari. Mana bu oldilardagi farzandlari ana shu el yurtni o'ylaydigan, ana shunaqa saxovatpesha davlatmand kishilar bo'lsin. Mana bu mehnatini ayamaydigan, doim yetimdan boxabar bo'lib, o'z kuch-quvvati bilan ularni doim ko'ynini oladigan hamiyatlik, nihoyatda himmatlik mana shu yigitlarni singari kamolga yetsin farzandlari, bularni rohatini, huzurini ko'rsin. Hammalarimizni ilohim mana shu ishda bardavom bo'lishligimizni, bundan-da ziyoda muvaffaqiyatlarga erishishimizga Parvardigor o'zi jalla va ala o'zi erishtirsin. Va sallallohu taala ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim. Rahmat hammalari uchun. Ali Busu Amalega. Assalamu alaikum.
Muborak bo'lsin. Sizlarga kirib yurishdim. Sizlarga ham katta rahmat. Sizlarga kirib yuringlar. Jannatlarda yuringlar. Jannatdagi qasrlarda yashaydi. Bolalaringdan rohatini ko'ringlar. Bolalaringdan baxtini ko'ringlar. Bolalaringdan jannatda mashinaga toshkent qilsin.